Hayallo aytmoqlar. Bugun sizlar bilan bu yerda survival qilishim kerak. Mening maqsadim ommosiy narsalar yasash va bu yerni portlatish. Qanday aytishingizlar mumkin, qanday portlatasan deb. Bu yerda katta tinitli joy bor. Va men birinchi bo'lib tinitli joyga bormoqchiman. Nimaga desangizlar, tinita juda ham tez sinib ketadi. Men 5 sekund deganda 1 stakdan ortiq olishim mumkin, lekin buni olishga vaqt ketadi. Shuning uchun vaqt ko'p emas. 15 yo'q, 20 tacha olsam balkim yetsa kerak. Mana 15, 16, 17, 18, 19, 20. Endi borib olsam ham bo'ladi. Kim bilmasa o'tirib qursa odam tushib ketmaydi. Endi men sizlarga ko'rsatib o'tirmayman, chunki bari ko'rsataman hozir. Bizlarda temir ham bor. Men bu merga endi kiryapman, lekin ana u yerda temir ko'rdim. Demak, bizlar tez qilsak bo'ldi. Roni 20 blok. 20 ta ketdi. Toshga, taxtaga. Do'stlar, kasalman. Shunga e'tibor bermaysizlar. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz juda ham tez. Ko'rinmayotgan bo'lsa, mana temir. Buning ichi polni qoplangan tinitadan. Men bu yerni nima zazigalka topib, biramallab quraman. Buning uchun bizga graviy kerak bo'ladi. Yomg'ir boshlab yubordi. Demak, jinob olamiz yotoqqa. Endi taxtaga sirasi quramiz. Ikkitalik yo'l qurmoqchi edim nimagadir. Yo'q. Kerak emas. Chunki ikkitalik yo'l to'g'ri yiqilib ketmaysiz, ammo bo'lmaydi. Bunga ham qancha vaqt ketadi. Qol. Tushdi. Men bu yerdan taxta olaman. Bitta versak uchun, kirka uchun ikkita. Kirka yasayman-da, toshga quraman. Mana. Qandoq kirkaga ikkita ketadi desangiz, chunki cho'p ham yasab olaman. Bu yoqqa mana. Endi versak nariyoqda qolaversin. Men yana qaytaman. Chunki hozir toshlarga qurishim kerak. Voy, creeper bor ekan-ku yoqda. Bu juda ham yomon. Nimaga deysangizlar, creeper to'g'ri portlab ketadi, ammo u portlasa tinitalar ham portlaydi. Shuning uchun uzoqdan yuraman-da, tinit ichkariga kirib olaman. Bu yerda nima yorug' desangizlar, menimcha yoki fakkel bor, yoki lava. Men lava bilan portlataman.
Voy. Voy do'stlar, yiqilib ketdim. Hammasi kechqurun deb bo'lyapti. Qo'yib yuborish kerak. Mayli, muammo emas. Borib men taxta olib kelishim kerak. Taxtali kirpasi. Versak bor, shuning uchun menga bittasi cho'pga Enderman nimagadir xohlagan joyda yuribdi. Bu yoqqa. Bu narsalar agar yana tushib ketadigan bo'lsa, versakni olib olaman. Chunki nar yoqda kerak bo'ladi. Boya olmadim. Mayli, hamma narsani olaman-da. Ketaman. Bu yoqqa qo'yaman. O'zim nimaga versak esadim? Pastda versak bor edi-ku. To'xtanglar-da. Blokka bog'lay. Tushirib yuborsam portlab ketishi mumkin. Shuning uchun yaxshisi yugurib nariyoqqa sakrab, nariyoqda portlataman. Bo'ldi. Endi boraversam bo'ladi. Mayli, taxta kerak emas. Bor toshga ulayman. Menga bittagina cho'p bo'lsa bo'ldi. 3 ta. 3 ta oldim. Endi chiq. Bu yerdan sразу bu yoqqa. Endi temir kovlaymiz. Menimcha temir kovlab bo'lgunimizcha yomg'ir tinib qolsa kerak. Bularni esa tashlab yuboramiz. Sal qoldi. Mayli. Endi temirlarni olamiz. 5 ta yetadi. 5 ta. Chunki full kiyinib ham olamiz. Narsalar ham yasaymiz. Uzun. Hal endi va mana 5. Bo'ldi. 5 ta bo'ldi. Mana shu yerdan tepaga chiqaman. Bu boshqa blok. Qayer? Mana shu yer. Pastga ketdim men. To'xtanglar. Beshtacha taxta. Bunaqadan bir 3 tacha olay. 5 ta emas, 5 ta ko'plik. Qalqon ham yasashga deyapman-da, chunki. Yo'q, yotoq yasashga bo'lsa 5 ta yoki 4 ta olaman. Mana 3 ta bo'ldi. Mana 4-tinchisi mana. 4 ta bo'ldi. Bu ham. Mana shu 5-tinchisi. Mana ketdik. Pastda qarorgohimiz bor. Fakir bu. Versak. Men versak bor deb o'tiribman ichkarida. Chunki bitta qaragandim. Versakni olib ichkariga qo'yamiz. Bor yo'qol.
Voy molligini qildi baribir. Mayli, pastga tushamiz. 5 tami. Mana shu yer sal qorong'i. Vakil ham yo'q. Temir. Endi bularni olamiz 45 ta. Bundan ishton yasaymiz. Kiyim yasaymiz. Bu yoqqa. Kiyim yasaymiz. Bosh kiyim yasaymiz. Va oyoq kiyim. Hammasi kiyib olamiz. Endi 21 ta temirga o'zimizga aslahalar nimaga sunnatni ocha beraman. Endi bularni birinchi bo'lib qalqon. Qanday edi? Bundoq. Bu yerga. Va qalqon. Yasal mana bitta. Buni ham nariga qo'lga o'tkazib olamiz. Va qilich yasaymiz. Bunday. Endi kirka, yana tayoq va tapor. Bo'ldi. Endi narsalarni joylashtirib olamiz. Bu qilich bu yerga, bu yerga, bu yerga. Bu kirka toshga mayli turaversin. Bu yerga. Bu yoqqa. Mana pulni narsalarimiz temirdan. Endi tepaga chiqsak ham bo'ladi. Yomg'ir ham ertalab ham tushib qopti-ku. Mayli, toshli joyga bordik, bu joyga ham bordik. Endi borib qalqonni ham yechib turamiz. Olmosli narsalar uchun, olmosli joyga borish uchun, ya'ni qo'llaymiz. Mana shu yerga tushib olay. Mana tinichi jon talaganimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Mana shu videoga 20 ta like yig'ilsa, men bu modni qanday o'rnatishni ham ko'rsatib o'taman. Bundan chiqamiz va tepaga chiqamiz. Va olmosjoy qani edi? Olmosjoyga boramiz. Qolgan joylar bizga kerak emas. Mana olmosjoy ham ko'rinyapti. Mana 10 tani ham olay. Birinchi bu yoqqa boramizda keyin. Agar video juda nimagadir sinib ketyapti. Voy nima bo'ldi? Bo'ldi. Agar video juda ham cho'zilib ketadigan bo'lsa, men bu portlatishni shorts qilib chiqaraman. Buni portlatganimni. Bu shorts qilib chiqarishimga esa 10 ta like kerak bo'ladi. Chunki o'zi video juda ham cho'zilib ketdi. Skelet. Ko'rsatib o'taman sizlarga mana. Tushib ketmaydi. Ko'rayotgan bo'lsangiz tushib ketmaydi. Shuning uchun men o'tirib qilyapman. Ham tez bo'ladi.
Ye. Ot. Ye. Bo'lay. Bo'ldi. Endi sen ko'rasan. Bo'ldi. Endi kirka ham bor edi bizda. Olmoslarni ko'ramiz. Olmoslardan 4 yetar ekan o'zi. 4 ta ko'ramiz. Yaxshi ko'p ko'ramiz-da. Hozir. Ko'proq ko'raylik. 15 ta bu yerdan 15 ta chiqqandan keyin ketamiz. Как раз bu yerda ortiqcha bitta mana shuni olaman. Ketaman. Tez. Mana shu yerda tushib ketsam yomon qiladi. Chunki hamma narsa mana shu yerda. Tushib ketadigan bo'lsam, o'laman. Kimdir otdi menga. Bo'ldi. Pastga tushamiz. Hamma narsamizni olmoslik qilamiz. Naqd 1 stagu 2 stagu 7 ta bo'ldi. Bunga bosh kiyim yasab yuboraman. Bunga oyoq kiyim. Qo'ya qolaman-da. Bosh kiyim yasab yuboradim. Sal qolsa. 2 ta oyoq kiyim yasab yubordim. Mayli, olmosimiz juda ham ko'p. Hech nima qilmaydi. Zararga ham qolmaydi. 3 ta yasadim. Bo'ldi. Buni esa bu yoqqa qo'yamiz. Mana endi narsalarimizni ham olmoslik qilamiz. Taxta yo'q-ku. Mana. Taxta mana. Sal ehtiyotroq bo'lib yurishimiz kerak, chunki mening maqsadim olmosdan hamma narsa yasash edi. Men hali hamma narsa yasaganim yo'q. Tezroq. Video почти yarim soatlik bo'lib qolyapti. Shuning uchun tez yuramiz. Bularni hammasini cho'pga. Yo'q, mana shunchasi qolsa bo'ladi. Bu qochib turadi. Kirka, tapur, qilich, lopata, keyin ketmon, ketmonga mana ketmon, qilich o'rniga bu mana kerakmaydigan narsalarni mana shu o'tga tashlab yuboraman. Bu sal mundoqroq. Chunki endi bizga ular kerak emas. Mana
Aydigan narsa. Olmosga buni ham tashlab yuboraman. 1,5 stak bor ekan. Mana. Yaxshi, mana shu burchakka tashlab qo'yaman. Mana oyoq kiyim. Bularni hammasini ishlatganman, shuning uchun tashlab yuboraman. Endi bu mayli, hozircha nechta 7 ta chiqdi va bu yerdan 3 ta. Qolgan olmos ham kerak emas. O'nta. Olib buni bu yoqqa. Nima qilmoqchi edim? Sal yetaroq ketdi, mayli. Hozir to'g'rilaymiz. Men mana shu yerda tursam, yer qo'llash kerak. Endi chiqarmikan? Bu yerga 3 ta, bu yerga mana shuncha. Hozir ko'ramiz nechta chiqar ekan. Ortib qolsa tashlab yuboraman. Qani bitta ortib qoldi. Mana. Qilishga turamiz. Sal tanglarda. Pastga tushib ketdim. Mana ekan-ku. Bu yoqqa qarab turamiz. Yo'q, mana bu yoqqa yaxshiroq turadi. Mana. Agar bu mod sizlarga yoqsa, yoqqan bo'lsa, bu mod sizlarga kerak bo'lsa, 10 ta like yig'ib berasizlar. Agar bu videoni ikkinchi qismi chiqsa, ya'ni bu shortsda bu joyni hamma yoqni portlatib yuborishimni istasangizlar, 20 ta like bosishingizlar kerak bo'ladi. Mana men hamma narsa yig'dim. Mana hozir ko'rsataman. Kechqurun bo'lyapti mana. Mana va kiyimlar, oyoq kiyim, hamma narsa yig'ildi. Mening maqsadim batamom bitdi. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa like va obuna bosib qo'yishni unutmang.